Assalomu alaykum andijonisi. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, charchamaysizmi? Allohga shukr, yaxshi. Mana shunda uyga kirib kiyimimni alishtirib chiqay. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum adasi, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalom. Ha, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlar? Yaxshi, Xudoy. Ovqat yeysizmi? Ha, yeyman. Hozir tayyorlab beraman. Feruz, ishga ketishim kerak, temnisini. Mana andijonisi tayyor. Mana siz dasturxonchingiz. Hozir chiqib tursangiz, narsalar solib chiqaman. Xo'p, rahmat. Tez bo'laqa. Vaqtliroq qo'ysang bo'lmaydimi? Kech qolma, bo'l tez. Hozir qilib beryapman-ku, shoshilurming. Yaxshi yetib oling andijonisi. Vaqtida ovqatlaning, xo'p? Xo'p. Allohga omonatsiz. O'zing ehtiyot qilgin, bo'pti. Yaxshi qolib keling. Yo'lda chalg'imin. Xo'p, mayli. Bo'pti. Charchama. Xo'p. Mayli, onasi yaxshi o'tiringlar. Men ishga ketdim. Mayli, yaxshi yetib oling. Ha. Ey o'rtoq, seni oilang bilan meni oilamni taqqoslab bo'lmaydi-da. Ne unaqa deysan? Men ham xuddi sen qilgan ishlarni qilaman. Lekin erim bilan munosabatlarim unchalik yaxshi emas. Erkak ayoldan birinchi o'rinda hurmat xohlaydi. Erkakni sevish emas, uni hurmat qilish kerak. Erkak kishiga nafaqat ayolini, balki boshqalarning ham hurmati birinchi o'rinda turadi. Hurmat bu hamma narsa, sevgi, mehr, e'tibor, o'sha hammasi bittagina hurmatda joylashgan. Arzimas narsa bilan ham erkak kishiga hurmatni bildirsa bo'ladi. Qaysi ayol haqiqatda hurmat qila olsa, erkak u uchun dunyolarni olib bera oladi.